Mana eshon guzariga toylar bor ekan, ko'rgani keldik. Ko'rishlari mumkin. Aka, bu toyimizni yoshi qanaqa? Yoshiga to'lmagan hali. Yoshiga to'lmagan. 10 oylik, ha? Bo'ylari, zoti qanaqa bu toylar haqida? Zoti qora bayir. Mhm. Qora yo'l, qora tuyoq. Qirg'izda o'tgan, xudo xolasa. Qirg'izda kichikligida onasi bilan o'tgan, keyin onasidan ajragan. Ha, yaxshi. O'zi zoti ham aytib turibdi, bo'ylari ham, bo'yinlari ham kaltari nimadan, yo'g'ondan ekan. Yo'g'on bo'yindan ekan. Orqalari ham chiroyli. Buni narxlari qanaqa aka? Buni narxi 15 millionga ozmoz o'tib beradi. Ha, 15 millioncha kami bor, o'tib beriladi. Ha. Bo'ldi. Buni ham toy, yana bitta danchak toy bor dedingiz, uni ham ko'rsatamizmi? Danchakni ham hozir olib chiqamiz. Buni bo'yi o'sha 35 plus. Qirqdan chiqadi-yu. Biri 35 plus. Ha. Qirqsa ham bo'laveradi. Bo'ldi aka. O'zi danchakni ham ko'ramiz bo'lmasa aka. Bunisi danchak toyimiz. Yoshi 10 oylik atrofida yoshlari. 10 oylik. Bo'ylari biri 40 plus. 40 plus olinaveradi bemalol. Oldi orqalarini ham olamiz, toza qirg'iz. Ko'rishlari juda chiroyli, go'zal toy mana. Ko'rib o'zlaring baho berasizlar. Tanjoni yeb ichsa sog'a bularda. Hamma yo'g'i garantiya, xudo xolasa, Allohdan yeb ichishiga, nimasiga gellar ichkizib qo'yilgan, bedaga boshqaga. Hamma vaksinalari qilingan, dorilari qilingan, yeb ichishlari garantiya. O'zimiz boqayotgan, mana 2 oydan boqyapmiz. Ha. Bu ham shu Qirg'izdan o'tgan-a bu ham? Bu ham o'shanaqa, mana. Ha, yaxshi. Aziz do'stlar, ekranga nomerlarni qo'yib qo'yamiz. Fazliddin akamizga bemalol aloqaga chiqaverasizlar. Bizni kuzatishda davom etinglar.